Hammaga salom. Qarang-a, Dostonbek bizda aslida oyparast ekan. Kimdir bilmasa, oyparastlik bu uxlayotgan paytda yurishi, ovqat yeyishi va biror ishni qilishi mumkin bo'lgan odamlar. Ular bir vaqtning o'zida ham uxlab, ham harakat qiladilar. Uni uyg'otish kerakmi yoki yo'qmi? Keling shu masalani ko'rib chiqamiz. Oyparastlik ko'p asrlar oldin ham mavjud bo'lgan. U paytlarda ularni yovuz kuchlar ta'siriga tushib qolgan odamlar deb o'ta qo'rqishgan va shu sababli ko'p hollarda oyparastlarni o'lim jazosiga hukm qilishgan. Qisqasi, u paytlarda oyparastlarni yovuz, sehrgar va jodugar deb hisoblashgan. Yaxshiyamki hozir u davrlar allaqachon ortda qolib, olimlarimiz oyparastlik holatlarini chuqur o'rganishmoqda. Oyparastlikni ilmiy nom bilan aytganda somnambulizm. Bu bir turdagi nevrologik buzilish bo'lib, u shunday holatga olib keladiki, miya sekin va chuqur uyqu fazasiga kirgan paytda uning ayrim qismlari uyg'onib ketadi va insonning jismoniy harakatlariga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham odam uyg'onmaydi, lekin yura boshlaydi, gapiradi. Bu paytda ko'zlari ochiq bo'lsa ham, lekin inson baribir uxlayotgan bo'ladi. Bundan tashqari oyparastlar tungi sayohatlari davomida chiroqni yoqishmaydi, chunki hammasini odat bo'yicha qiladilar. Ular nafaqat yurishlari, balki uxlamayotgan yaqinlarga qo'shilishlari ham mumkin. Ma'lum holatlar borki, oyparastlar uxlashga yotgandan keyin mehmonxonaga tushib, oilasi bilan birga televizor ko'rishgan. Shuningdek, oyparastlar xotirasiga ko'ra xolodilnik eshigini ochib, yoqtirgan mahsulotlarni olib, iste'mol ham qilishi mumkin. Bu holatda eng qizig'i shuki, hech qaysi oyparast ertalab turib o'zining tungi sarguzashtlarini mutlaqo eslay olmaydi. Statistikaga ko'ra, 15 yoshgacha bo'lgan har 5-bola oyparastlikka moyil. Umuman olganda esa, taxminan 40% odam hayotida kamida bir marta chuqur uyqudan chiqib, harakat qilgan. Katta yoshda oyparastlik taxminan yer yuzi aholisining 2% da uchraydi xolos. Olimlar aytgancha, haligacha ham oyparastlik paydo bo'lish sabablarini to'liq tushunib yetmagan. Ammo ko'pchilik buni miya faoliyati buzilishi yoki irsiy kasallik deb hisoblaydi. Buni batafsilroq shunday tushuntirish mumkin. Odam uxlaganda uning miyasi ham dam oladi va tanasi chuqur uyquga tushadi. Keyin esa miyaning bir qismi yoqiladi va boshqa qismi qattiq uxlayotgan paytda faol bo'lib qoladi. Va bunday holatda o'z-o'zidan miyada nomutanosiblik yuzaga keladi. Odam qattiq uxlayapti, lekin uning harakatlari esa faol. Oyparastlikni to'satdan paydo bo'lishiga yuqori harorat, charchoq, qattiq stress, surunkali uyqu buzilishi sabab bo'lishi mumkin. Mutaxassislar ta'kidlashicha, oyparastlik xavfli kasallik emas. Shuning uchun odatda maxsus davolash talab qilinmaydi. Ammo ayrim holatlarda somnambulizm jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, uyqu buzilishiga chalingan bir erkak bir kuni shu holatda uydan chiqib, mashinaga o'tirib haydagan. Yaxshiyamki uni o'z vaqtida ko'rishgan. Aks holda oqibatlari juda og'ir bo'lishi mumkin edi. Xo'sh, endi shunday odamni uyg'otish kerakmi, yo'qmi? Shuni aniqlaylik. Keng tarqalgan fikrga ko'ra, agar oyparastni uyg'otsa, u shok yoki yurak xurujidan o'lib qolishi mumkin emish. Albatta bu gaplar bema'ni. Oyparast uyg'ongandan keyingi holati xuddi siz tun yarmida bezovta budilnikdan uyg'onib ketganingizdek bo'ladi. Ya'ni u sarosimaga tushadi. Avval kim ekanini va qayerda ekanini tushunmaydi. Keyin esa uyquda yurganini anglab, yana uzoq vaqt uxlay olmay bu haqda o'ylab yuradi. Shuning uchun shifokorlar oyparastlarni uyg'otmaslik fikrida. Yaxshisi uni ehtiyotkorlik bilan yana yotog'iga olib borish va uxlashga qo'yish kerak. Ammo shunday holatlar ham bo'ladiki, odam o'zini jarohatlab qo'yishi, urilishi, kesilishi, yiqilishi yoki hatto derazadan chiqib ketishi mumkin. Bunday paytda albatta uyg'otish kerak. Umuman olganda, agar siz oyparast bilan yashasangiz, bir nechta oddiy qoidalarga amal qilish kerak. Birinchidan, mebel shunday joylashtirilishi kerakki, uxlayotgan odam urilib ketib yoki qoqilib ketmasligi kerak. Albatta, barcha eshik va derazalarni yopib qo'yish kerak. Uyda pichoq, qaychi va boshqa o'tkir yoki shisha buyumlarni ochiq holda qoldirmaslik lozim. Albatta, agar oyparast holatlari ko'payib ketsa yoki nazoratdan chiqsa, mutaxassisga murojaat qilish shart. Bu jiddiy ruhiy muammolarning oldini olishga yordam beradi. Mana shunday gaplar, Dostonbek. To'g'ri, axir uxlayapti-yu. Mayli, hozir uni ehtiyotkorlik bilan yana yotog'iga olib boramiz. Kechirasiz, o'zimni tiya olmadim. Bo'ldi Dostonbek, bor uxla. Nima qilasan bu yerda tun yarmida?